Tak, mana bugungi birinchi yo'nalishimiz hozir Parkutda 11 ta obyektimiz bor. Shundan 3 ta nijevoy, qolgani nijevoy obyektlar. Undan chiqib yo'nalishimiz Chorsuv. Chorsuvdagi obyektimizdan chiqqanimizdan keyin keyingi yo'nalishimiz Bosh bitoy texnika magazinga kirib chiqishimiz kerak. Sababi bitta klientimiz bo'yicha решение berishimiz kerak. Kunimiz mana shunaqa o'tadi, yomg'irli kun. Allohga hamdlar aytamiz, shukrlar yetkazganiga. Alhamdulillah. Hozir mana uydan Parkutga kelib oldik, ertalabdan 9dan chiqib. Hozir mana shu Parkutda bu Toshkent shahridagi bitta proyektimiz, ya'ni bitta majmuamiz, qurol majmuasidagi obyektlar. Bugun sizlarga bir kunimizni sizlarga namoyish qildik. Hozir bu yerdagi jarayonlarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana yana bitta bir topshirilayotgan obyektimiz ko'rsatamiz. Mana bugungi kunimizni mana yana jarayonni ko'rib boryapsizlar. Bu yer ishda nimalarimiz qoldi? Mana lyustra masalamiz qolgan. Lyustra, keyin mebellarda ligirovkalarni bitta-bitta o'zim shaxsan o'tib chiqaman, har bitta mebelchi bilan birgalikda mana. Keyin klientimiz bilan televizorda ba'zi klientlar aytadi, o'zim ustalarim bor deydi. Ba'zilar televizorda ham o'rnatib beraman. Matras biz olib kelganimiz o'zi yo'q. Men o'zim matras tanlayman. Matras qoldi. Undan tashqari mana ozgina mana shu yerda mana mebelchi bilan o'tib ketyapti. Mana santexnikamizda ozgina qismimiz va mebel qismimizda ozgina ishlab qoldi. Bu obyekt bahosi topshirish arafasida. Bizning kunimiz mana shunaqa o'tadi. Doimiy mana shu obyektlarda aylanish bilan va nazorat, kontrol. Kelib topshirish jarayonida suvlar tekshirib ko'raysiz ham elektrikada muammo bor. Ya'ni bu ishlamayapti deyapti. O'shaning uchun xullas elektrika, santexnika masalalar, umuman hamma ustalar qilib ketdim degandan keyin ham joyida masala chiqaveradi. Shuning uchun albatta nazorat, kontrol kerak. Yana bitta narsa, Davron bu yerga keling. Mana shu oyog'imizni bir kunda bir 10 marta tortamizda. Chang, pang, faqat mana shu changchilarda yuramiz. Uydan chiqishda zo'r, keyin hamma yo'q mana shunaqa chang. Quruvchi shunaqa bo'lar ekanda, yurlagan bitta obyekt ko'ramiz. Bu obyektda eng qizig'ini aytaman sizlarga. Qimmat kabellar bosib bo'lingandan keyin klient menga to'g'ri qilish kerak edi kirishda turib oldi. Boshqa dizaynerga qildirgan va rabochiga qaramagan va dizayner ham tushuntirmagan. Eng qizig'i, bosib bo'lingan qimmat italyansk kabellar mana shu holatda. Mashinada to'liq kafil bo'lgan, to'liq kafil. Bizni qaytadan kafillarni olib, demak nimaga olib keldi bu? Klientni oshiqcha xarajat olib keldi. Mana yomg'ir. Baraka yog'yapti, baraka. Bizga nima farqi yo'q, yomg'irmi, qormi? Mana Chorsuvdagi, ya'ni Chorsuv bozorining oldida qo'ygan Astro obyektimizdagi 110 kvadratlik obyektimiz. Bu yerda nimalar bo'ldi? Demontaj qilindi. Перегородка застройщик tomonidan berilgan obyektning uning holatda edi. Hozir bu demontajlar qilingan, santexnikalar bilan ko'p qo'llangan, stяжкалар bilan, elektrika chastlari bilan. Patologda xudo xolasa yopamiz. Shu bilan keyin уже malyarni harakatga boshlaymiz. Bitta ham kontrol qilganimiz sabab har bir etapda, ya'ni elektrika tugatdan kelib kontrol. Santexnika tugatdan kelib kontrol. Rubin suv og'ishlari tugatdan kelib kontrol. Eng zo'rini ayting, to'yib yuqori qavatdan xudosa bo'ladi inson. Mazmuni navbatdagi obyektimiz uchun texnika tanlashga boshga kelganmiz. Masjiddan chiqdi. Bugun har chorshanba kuni biz o'qishimiz ham bor. Bugun nima solib kelgan qizimiz o'qiydi. Mana bir mavzu hol va koridor. Hol va koridor bo'yicha mana hozir o'qishimiz bo'lyapti.